Agar siz 13 ta savolga to'g'ri javob bersangiz, fazilatli odamlar qatorida ekanman deb xursand bo'lavering. Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lishidan avval laqablari qanday bo'lgan? Amin degani nima degani? Nuh alayhissalom necha yil umr ko'rgan? Qur'oni Karimda eng kichik suraning nomini bilasizmi? Birinchi bo'lib islom dini uchun jonini fido qilgan ayolning ismini bilasizmi? Hamza ibn Abdumutolib necha yoshida islom diniga kirgan? Qaysi payg'ambar ismi to qiyomatga qadar odamlarning og'zidan tushmaydi? Qur'oni Karimda Yosin surasi tartib bilan 3-surada keladi. Nechta jannat borligini bilasizmi? Halima binti Sa'd kim bo'lgan? Usmon ibn Affon roziyallohu anhu necha yil musulmonlar xalifatini boshqarib turgan? Jahannamni qo'riqlovchi farishtasi kim ekanligini bilasizmi? Muhammad alayhissalomning yo'llari qanday bo'lgan? Barakallohu fikum. Tabaraka ma sha Allah.